issiq ob-havo уже boshlandi, yoz fasli. Bu ventilatorlar hamda konditsionerlar hammasini olib kelib qo'yganmiz do'konimizga. Konditsionerlarimiz ham bor. Buni o'zini ichida mana bunaqa kapsulalari bo'ladi. Basseynlarni xohlagan razmerdan biz do'konimizdan topishingiz mumkin. Buni nasoslari ham bor. Огородingizga, mana hovlingizga qo'yib, shunday qo'ysangiz ham yorug'lik beradi. Kunduz kun bu yerdan zaryad oladi. 150 bardan 190 bargacha bo'lgan bosim duri beradi. Oltita skorostiy bo'ladi. Past baland qilib bemalol sepishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Termiz shahrida, nafaqat Termiz shahrida, butun O'zbekiston bo'ylab hozir issiq ob-havo уже boshlandi, yoz fasli. Hamma joyda issiq. Endi bugungi kunda hozirda kerak bo'ladigan eng asosiy narsalardan bittasi xonadon uchun, ishxona uchun bu ventilatorlar hamda konditsionerlar hammasini olib kelib qo'yganmiz do'konimizga. Soch mana bu mayda bo'lishiga qaramasdan mana ishlashi juda ham zo'r. Boshqa ventilatorlarga qaraganda tezligi ham kuchli. Boshqa ventilatorlarga qaragan tezligi ham kuchli. Narxi ham juda ham arzon narxlarda qilib beramiz. Keyin mana bunaqa suv solib ishlatiladigan konditsionerlarimiz ham bor. Buni o'zini ichida mana bunaqa kapsulalari bo'ladi. Bularni muzga solib qo'yib, yaxlatib, bittada agar qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, bu suvni sirkulyatsiya bo'lishi oqibatida bu suvni yaqdak qilib beradi. Va yaqdagi suvni bu ventilator havo qilib haydab beradi. Umuman sizga hech qanaqa suv namlik bilinmaydi, lekin havoni namlantirib yaqdak qilib beradi. Bunaqa ventilatorlar hammasidan bor. Patolochniy visatchilari deysizmi, yerda turadigan deysizmi, stenaga, devorga turadigan deysizmi, hammasini olib kelib qo'yganmiz. Bu yerda esa yana bir yoz faslida ayni asqotadigan narsalardan bittasi bu basseynlar. Basseynlarni xohlagan razmerdan biz do'konimizdan topishingiz mumkin. Yosh bolalar uchun deysizmi, kattalar uchunmi, uyga mo'ljallab ham kichkina katta razmerlarni olib kelib taxlab qo'yganmiz. Bu ham o'zingizni, oilangizni, yosh bolalar bo'lsa, bolalarni xursand qilishda juda ham zo'r. Buni nasoslari ham bor. Bu nasoslarni ko'pchilik qassob akalarimiz ham qidirib yurishadi. Nimagaki bu qo'yni damlashda juda ham zo'r ish beradi. Charchatmaydi, og'iz bilan puflab yotish shart emas, bemalol nasosda ishlatsalaringiz bo'ladi. Bu yerda mana bunaqa chuda shlankalarimiz bor. O'zi 7,5 metr bo'ladi, lekin siz shlankani ishlatib boshlaganingizda 37 metrgacha ko'tariladi. Uchida nasatkasi ham bor, hamma narsasi komplektli ketadi. Mana bu yerda gazon ustida turadigan narsalar ham bor. Gazon ustida turadigan narsalar ham bor. Bemalol gazonlarni ishlatishda karcherlar deysizmi, karcherlar bor. Mana bunaqa shlankalarni katoklarda o'rab qo'yib, mana shunaqa ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda ventilatorlar hammasini taxlab qo'yganmiz, qo'y mashinkalarni, karcherlarni 165 bar, 140 bar, 150 bar hammasidan mana olib kelib qo'yganmiz. Bu yerda esa mana stabilizatorlarimiz 500 vatlik, 1 kilovatlik stabilizatorlar. Xolodilniklar uchun va kotyollar uchun oldiga qo'yishda juda ham yaxshi. Bu yerda lobziklar, bu yerda lazerli urvinlar, agdel nasoslarimiz, Wagner apparatlarimiz, mana yerda esa avtomatik nasoslarimiz, hamdaqa rakvinalarimiz, mana bagatsiya rakvinalarimiz. Bu yerdan agar osmos filtringiz bo'lsa, filtrga qo'yib ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana 4 ta 5 ta pianinali. Bu yoqdan oddiy vodoprovod suvi, bu yoqdan esa mila-pilalarni qo'yib ishlatsangiz ham bo'ladi. Milangiz qo'yasiz, bemalol. Stakanlar chayishda, hammasi ishlatishda juda ham qo'l keladi. Taxtachalargacha o'zida bor. Keyin ko'pchilik qidirib yurgan mana bunaqa osmos filtrlarimiz bu suvni 99% gacha tozalab beradi. Narxlari ilgari 1,980,000 so'm edi, hozirda 1,500,000 so'mdan qilib beryapmiz mana. Aristonlar, gorizontal, vertikal hammasini olib kelib qo'yganmiz. Sho'rpayortlar deysizmi, keyin mana hammaga hozir qidirib yurgan огородingizga, mana hovlingizga qo'yib, shunday qo'ysangiz ham yorug'lik beradi. Kunduz kun bu yerdan zaryad oladi. Kechqurun esa o'zi yonib turadi. Buni shunday mana uchi bor, nasatkasini bemalol shunday chimga qadab qo'ysangiz bo'ladi. Charcherimiz 1400 vatlik bo'ladi, 165 bar davleniya urib beradi. 1 minutda 6 litr suv haydab beradi. Bu karcherimiz 220 voltga ishlaydi. Boshqa katta karcherlarga qaraganda ham davleniyasi o'zi kichkina bo'lishiga qaramasdan davleniyasi juda ham zo'r. Undan keyingi o'rinda turadigan Polvon brendi asosida ishlab chiqarilgan 140 barlik 1 minutda 4-5 litr, 6 litrgacha suvni rasxod qilib beradi. 1 yil kafolati bor, ertaga ham Polvonga ham 1 yildan kafolat urib beramiz. Keyin number 1 diki bor. Mana number 1 150 bardan 190 bargacha bo'lgan bosim duri beradi. 1.8 kilovat, 1800 vatlik bo'ladi. Mana davleniyalarni hamma narsani ko'rsatib turadi. Knopkalari ham juda ham yaxshi, 6 oy kafolati, hamma narsasi bor. Boda brendiniki, bu ham xuddi shunday. 1 minutda 5 litr rasxod qiladi. Bu 2800 obrot minutiga 1800 vatlik. Bu ham xuddi shunday 160, 150 bar davleniyani urib beradi.
Polvon brendidan yana bitta, bu yoqda Rolf bor. Rolf 1,5 kilovatlik 80 bardan 110 bargacha davleniya urib beradi. Bu yerda esa 110 bardan 150 bargacha bo'lgan bosimni chiqarib beradi. Bu pompani katta kichikligidan farq qilib ketaveradi. Bu yerda esa Wagnerlarimiz o'z bilan bemalol ko'tarib tepalarda ishlatsangiz ham bo'ladi. Ortga skorslik bo'ladi, past baland qilib bemalol sepishingiz mumkin. Bu Wagner apparatimizning narxi agar qiziq bo'lsa, bemalol kommentariyada Wagner so'zini yozib ketsalaringiz o'zimiz javob beramiz. Agarda sizga ham mana bunaqa gigant konteynerlar kerak bo'ladigan bo'lsa, suv bilan ishlaydigan, mana aka ko'rishingiz mumkin. Suv pastdan nasos tepaga haydayapti, chekkasidan tushib ketaveradi. Mana bunga suv to'ldirib qo'yasiz, suvni o'zini o'zi yaxlatadi, muzdek qanaqa ushlab turadi. Sizga ham mana shunaqa katta konteynerlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastda ko'rsatilgan raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'lanishingiz mumkin yoki bu mahsulotlarimizni video chiqqan mahsulotlar apparaturalarini narxi qiziq bo'lsa, opisaniyada Telegram kanalimizni silkasini qoldirib ketamiz. Silka orqali o'tib Telegramdan hamma narsani narxini bilishingiz mumkin. Bizning do'konimiz 18 mingdan ortiq assortiment bilan ishlaydi. Bemalol o'sha 18 mingdan ortiq assortiment ichidan aynan sizga kerak bo'ladigan mahsulot baribir do'konimizda bor. Bemalol qo'ng'iroq qilib, sizga kerak narsalarni zakaz berishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz bor, o'rnatib berish xizmatimiz bor. Bu xizmatlardan foydalaning. Romay biz bilan tez va oson hamda barakali.